Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun yana bir restoranga palma daraxtlarimizni o'rnatib berdik. Bu yerda biz antiqa yechim qilganmiz. Mana bu yerda temir turba stoyka qilib foydalanishga, mana tepalarini yopganga, biz bu stoykani yo'q ko'rsatmaslik maqsadida sun'iy palma daraxtini o'rnatib berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Kirib kelganda umuman ko'zga tashlanmaydi, bilinmaydi. Juda ham katta joy. Har xil rakursdan ko'rsataman. Eng tagiga kelib qarasa, mo'j sal bilinishi mumkin. Atak bilinmaydi, juda ham chiroyli. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Bizda bundan tashqari boshqa xil daraxtlarimiz ham bor. Banzai, gullik, sakura, mevali daraxtlar, olma, limon, gullik bo'lsa yana magnoliya va boshqa xil turdagi gullarimiz ham bor. Kimga shunaqa stoykami, qanaqadir stummi, shunga o'xshash joylarni apshipka qilish kerak bo'lsa yoki har xil joylarga gullar qilish kerak bo'lsa murojaat qilinglar. Hozirda ko'plab restoran, gostinitsa, klinik